Assalomu alaykum limon ko'chati ishqibozlari. Mana akamizga zakaz qildim mana Toshkentga. Ko'chatlarimizni ko'chirishni boshladik. Mana bitta ko'chatimizning holati. Mana bir ko'chatimizning holati mana katta koni bilan chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin mana katta koni bilan. Mana 3,5-4 yasharlik ko'chatimizning holati. 50 mingdan chiqyapti mana shu ko'chatlarimiz akalar. Kimga kerak bo'lsa, mana shunaqa sraz mevaga kiradigan ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Ko'chirishni boshladik. Mana bitta ko'chatimiz holatini ko'rishingiz mumkin. Qanaqa shaxlagan, mana tanasi ham yo'g'on, o'ta katta, chiroyli holatda. Mana bu yerdan ko'chirishni boshladik mana. Ko'chatlarimiz holati xudo xolasa mana gullashni boshlagan. Bu yerda mana gullashni boshlagan mana. Bunaqa ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, sraz mevaga kiradigan ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Mana bu yerda ham patrak gullab yotibdi. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydigan ko'chatlar. Sraz bu yil ekasizlar mana mevasini oladigan ko'chatlar mana gullab yotibdi. Bular tashlab yubormaydi o'zi nima yesalar mana ko'chat holatini ham ko'ryapsizlar. Tana pishishi u narsa shart emas, hamma tanalar pishib tayyor holatda. Mana yo'l tana bo'lgan, tanasi pishib katta daraxt bo'lgan holatda mana. 93lik. Ko'rishingiz mumkin mana. Chetdan ko'chiryapmiz. Shu yerdan ko'chirishni boshlagan mana gullagan ko'chatlar. 99 Bu yerda mana gullashni boshlagan. Shu ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, nomerni qo'yamiz akalar. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Ko'chatlarimiz sorti Mir yuqa po'stloqli, qishda saqlanadigan sortidan. Xudo xolasa dehqonchilik. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Ko'chatlarimiz yangi novda chiqarishni boshlab qo'ygan. Xudo xolasa ishonchli. Uyaltirib qo'ymaydi. Uyga eksalangan, foydalangan eksalangan uyalib qolmaysizlar akalar. Ko'chatlarimiz holatini bir qator yana bir tanishtirib o'taman mana. Siz kattasini olyapsiz deydiganlar uchun mana hammasi birdek, hammasi juda ham chiroyli, katta holatda. Mana juda ham ko'p gullashni boshlagan. Xudo xolasa hammasi bu yil 100% mevaga kiradigan ko'chatlar. Bunaqa uyaltirib qo'ymaydi akalar. Mana juda ham ko'p gullashni boshlagan mana. Oralarda ko'rishingiz mumkin. Gullab shanalab yotibdi mana. Meva ham tugib qolishni boshlagan ko'pi. Xudo xolasa telefon qilib bemalol zakaz berishingiz mumkin. Nomerimizda eslatib o'taman. 77lik 007 58 96. Manzilimiz Namangan Norin tumanida. Xudo xolasa kelishgan holatda O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 50 tadan ko'p 30 ta oladiganlar uchun dastavka qilib beriladi. 20 ta yo'nalish bo'lsa, Toshkentga 10 ta, 5 ta, 15 ta, hamma nechta bo'lsa ham dastavka bor. 5 taga ham hattoki. Toshkent yo'nalish. Mayli akalar, like bosib, podpiska qo'yish esdan chiqmasin.